Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan juda ham bir qiziqarli dars qilamiz. Tayyorlaning, chunki biz arab tilida tana a'zolarini qanday aytilishini o'rganamiz. Va bu videoni farzandlaringiz bilan birga ko'rishingizni xohladim, chunki bu video ularga ham juda ham foydali bo'ladi. Keling endi insonning tana a'zolarini arabcha aytilishini o'rganamiz. Hozir men har bitta so'zni to'xtalib, pauza bilan aytaman. Siz esa farzandingiz bilan birgalikda baland ovozda ortimdan takrorlaysiz. Kelishdikmi? Azizlar, o'rgatishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Demak, arab tilidagi so'zlarning infinitiv formasi bo'ladi, shakli bo'ladi. Ya'ni, masalan, yadun qo'l, shu yadunni yad deb ham aytishimiz mumkin. Yad. Va buni infinitiv formasi, ya'ni o'sha lug'atlarda keladigan formasi, oxirida окончание tugallanish tanvin dammali formasi to'liqroq hisoblanadi. Hozir men sizlarga bu boshlang'ich arab tili bo'lgani uchun to'liq formasini o'rgataman, lekin bilingki, buni o'sha oxirida sukun qilib, oxiridagi tanvin dammasini, ya'ni o'sha un qo'shimchasini olib o'qisangiz ham bo'ladi. Xo'p, ketdik bo'lmasam, bosh, ro'sun. Ro'sun. Takrorladingizmi baland ovozda? Va keyingi so'z soch. Sha'run. Sha'run. Quloq. Uzunun. Uzunun. Talaffuz qilishimga e'tibor bering. Ko'z. Aynun. Aynun. Burun. Anfun. Anfun. Og'iz. Famun. Famun. Lablar. Shafatan. Shafatan. Qo'l. Yadun. Yadun. Qorin. Batnun. Batnun. Oyoq. Rijlun. Rijlun. Va oyoqning panjasi, bu alohida aytiladi. Qodamun. Qodamun. Endi keling azizlar, mana shu tana a'zolari mavzusida sizlar bilan bir qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Men hozir tana a'zosini arabcha aytaman va siz uni o'zingizni tanangizda tezgina ko'rsatasiz. Masalan, men ro'sun desam, siz boshingizni ko'rsatasiz. Demak, birinchi so'z sha'run. Sha'run. Tez tanangizda ko'rsating. Ikkinchisi aynun. Aynun. Tez harakat qilamiz, eslaymiz. Uchinchisi yadun. To'rtinchisi qodamun. Qodamun. Yana bir bor takrorlayman. Sha'run. Qayer bu? Qaysi tana a'zosi? Keyingisi aynun. Keyingisi yadun va oxirgisi qodamun. Qani endi keling tekshirib olamiz. Vazifani qanchalik to'g'ri bajardingiz. Demak, birinchi so'z sha'run edi. Sha'run bu soch deb tarjima qilinadi. Ikkinchi so'z aynun. Aynun bu ko'z. Uchinchi so'zimiz bu yadun, qo'l va qodamun bu oyoq panjasi. Endi azizlar, sizlarga shunday topshiriq, vazifa beraman. Men hozir 3 ta tana a'zolarini o'zbekchada aytaman. Siz esa izohlarda uni arabchasini yozib qoldirasiz. Va to'g'ri javob bergan o'quvchilarimizga, kuzatuvchilarimizga shaxsan o'zim javob qaytaraman. Demak, birinchi so'z tishlar, ikkinchi so'z yelka,
va uchinchi so'z tizza. Birinchisi demak tishlar, yelka, tizza. Mana shu 3 ta so'zni arabcha qanday bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak bu video sizga foydali bo'ldi. Agar siz ham arab tili o'rganishni anchadan beri orqaga surib kelayotgan bo'lsangiz va o'zingizga mos keladigan dasturni topa olmagan bo'lsangiz va uy ishlari, bola chaqa bilan bo'lib mana shu til o'rganishga vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz, ishonchli ustoz topa olmayotgan bo'lsangiz, Attilmizda o'zingizga mos darajada mening o'quvchimga aylaning. Bizning kurslarimiz 15 yildan beri sayqallanib, 100% sizga to'g'ri keladigan kuchli metodli kursga aylangan. Bizda darslar onlayn, ya'ni siz uydan chiqmasdan turib til o'rganasiz va mendan tashqari yana bir kuchli ustoz sizni dars qilishingizni nazorat qilish uchun sizga biriktiriladi va har bir darsni o'zlashtirishingiz nazorat qilinadi. Biz aynan uy bekalari, ishlaydigan va band ayollarga mos keladigan metodika orqali kurs qilganmiz. Ya'ni siz bir kunda 30-40 daqiqa sarflab, kundalik ishlaringizdan chalg'imagan holda, bir tekisda o'zingizni zo'riqtirmagan holda dars qilib natijaga erishasiz. Va aynan mana shu men aytib berayotgan dasturda 2000 dan oshiq o'quvchi onlayn o'qigan va 90% dan oshig'i bizni boshqalarga tavsiya berishgan. Va sizda men onlayn o'rgana olmayman degan fikr bo'lmasin, chunki bizni aksar o'quvchilarimiz bu 40 yoshdan oshgan o'quvchilar va ular mana shu qo'ldagi telefoni orqali arab tilini o'rganib, o'zlari xohlagan natijaga erishishdi. Agar siz Attilmiz onlayn maktabini o'quvchisiga aylanishni va men bilan birgalikda arab tili o'rganishni xohlasangiz, video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. 24 soat ichida siz bilan bog'lanishadi va bizga ishonch bildirganingiz uchun sizga aynan mana shu boshlang'ich arab tili kursimizga 40% chegirma qilib beramiz. Albatta, bu imkoniyatdan foydalaning va arab tilini o'rganishga bo'lgan ilk qadamingizni bosing. Sog' bo'linglar, darslarda ko'rishguncha. Ma'assalama.